Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 13-bob. 2. Ahtamboy Mansur Shanyuning gapini to'liq anglab bo'lgandan keyin mundaq dedi. Bu ishni hukumatga vaqtida ma'lum qilish kerak. Kechiktirishga hargiz bo'lmaydi. Zodi bo'shanlik qilma. Taqsir. Biroq uning yotiqida paranglashib o'ltiradigan odamlarning kimligini hozircha bilmadik. Agar ular kimlar deb so'rab qolsa nima deymiz? Dedi Mansur Shanyu. Ahtamboy o'ylanib qoldi. Bosh soqchi idorasi yaqinda shahar, nahiya, rayon, yezilargacha uqtirish chiqarib, hukumatga qarshi harakat qilgan, xalqni qutratgan, kechalari uxlamay bir yerga yig'ilib gap so'z qilgan 6 o'g'ri bilan munosabati bo'lgan yoki munosabati bor deb gumon qilingan odamlarni ma'lum qilishni talab qilgan edi. Sen kirib mundaq demamsan, dedi Ahtamboy xiyoldan beshini ko'tarib. Uning yotqida ba'zi kunlari yarim kechagacha, hattoki tong otqucha gudunglashib, parang qilib, majlis etib chiqadiganlar bor. Ularning kimligini bayqayli deguncha vaqt o'tib ketmasin. Vaqtida mushuni bo'lsa ma'lum qilayli dedik. Yaqin orada ularning kimligini aniqlab yana ma'lum qilmoqchimiz. Qandoq deysan? Balki shuning o'zinila akirib ketsa, qolganlarni so'roq bilan belib olish ta'sdamsan. Bu yerda buqidek hurkirganlar u yerga kirganda mo'l mushuk bo'lib, bugunkini deymi, tunugunkini deymi deb titrab ketadi. Ey Saddishanyu, taqsir. Bu hukumatmi, uning amaldorlarimi bak haddidan ishib ketyapti. O'ylab ish qilayli deymina. Biz ularni chaqqan bilan at o'gin uning so'riqi bo'lib qolarmikin? So'riqi bo'lsa nima qo'rqsan? Sen degan avam xalq saylagan, hukumat tasdiqlagan Shanyu. Hukumatning amr farmonlarini ijro qilmasam bo'lamdi demamsan. Kim Shanyu bo'lsa-mo deydigan gap bu. Muno nilqidagi ish 6 tok-tokning ishi emasda qiladi. Ular shaharga besib kirsa qanday qilamiz? Hey, ahmoq Shanyu, navoda ular shaharga besib kirsa, sana, menga tegmaydi. Ular go'mindan hukumatiga qarshi, ularga puxra kerak. Ularni qo'llab, deganini qilib yuraversan. Al-Qayon, sen shu yon emasmi? Besib kirsa, menmi, senmi ularni boqmaymiz texi. Agar hukumatni qurib olsa, ularmi xalqqa seliq soladi. Sen yana kerak bo'lsan. Bo'lmasa qandoq putlasab turdi deysan. Ammo shuni bilginki, ularning seliqi bularnikidan yengil bo'ladi. Seliq ig'ir bo'lg'achqa ular go'mindonga qarshi qo'zg'alyotidi. Shuni mo'lcharlayolmadingmi? Mayli amsa, shuni bo'lsa ma'lum qilib turay. Hukumat uqtirish chiqargandan keyin uningga javob qilish kerak emasmi? Bundoq ishni hargiz bo'sh chaqilmaslik kerak. Bu apandi degan haqdan har balo chiqadi ekan. Heliqi Nasirning o'g'li Nodir deganmi apandi emasmidi? Ana shu hamma baloni terib, hukumatga qarshi chiqib, oxir o'z beshini yedi-ku. Ahtamboyning shu so'zlaridan keyin Mansur Shanyuning oldida keng yo'l ochilgandek bo'ldi-da, o'ylanib o'ltirmayla shu kuni shaharga ot chopdi. Mansur Shanyu chiqib ketgandan keyin uyga Ho'rinsaxon etilib kirdi. Nima? Uni tutib beramsizlar? Hurliqqa qandoq qiladi? Jim yotgan yilonning beshini dastigandek qizning xiyol yo'q ishni o'zlari qo'zg'adilar. Hurliqqa hozir cho'qur apandiga o't kavob bo'lib kuyib yuridi. U achchiqlandi. Tutib ketsa hurliqqa nima bo'lar? Qo'y xotin, dedi Ahtamboy chichilib. U chaqda shafqat qilganim-mo to'g'ri edi. Hozir bundoqlarni tutib bergan-mo to'g'ri. Lekin biriga tinig'uchi bo'lma. Yomoniga kelsa Mansur tutib bergan deb qutulaman. Kim biladi? Bu 6 o'g'ri degini keyin yurt so'ramdi texi. Ularning saroyda qilishgan gapi yon uyga anglanib turadi. U uyda Ho'rinsaxonning singlisining qizi Hurliqa ismli go'zal qiz olqonlari bilan yengikini terib, deraza yonida xiyol surib o'ltiradi. Boy u qizni Anvarga chetib qo'yish uchun bir necha yil burun bu yerga akeldirgan. Ho'rinsaxon qizni aplik paytlarni tepib, Anvar bilan 2-3 qitim uchrashtirdi. Dastlabki qitimda qizga bu cho'qur apandi bir qisma ko'rindi.
Lekin o'qituvchining gap so'zlarining joyidaligi, kiyim-kechaklarining pokiz ratlikligi, axloqiy fazilati, ayollarga bo'lgan tabiiy hurmati qizni ta'sirlantirib qo'ydi. Shu kuni kechasi qiz yarim kechagacha o'ylab chiqdi. Cho'qurliqla bo'lmasa, chiroyimi yomon emas. Chiroyiga choy qo'yib ichkili bo'ladimi? Kambag'al bo'lsa mayli emasmi? Meni texmo hurmat qiladigan bo'ladi. Gapimdan chiqmaydi. Boy bolalarga tegsam, meni xarlab qo'ysa, uningdan ortiq dard bo'lamdi. Yomonlasam, yosh turib tul qolsam, tugmas azob. U chog'da turmush lazzati qani? İyiq bolsunmu, erim bolsun deganlar bekar aytmagandi. Eng yaxshisi ota-onasining, urug' tuqqanlarning yo'qligi. Menga qiyinchilik qiladiğini yo'q. Nima qilsam shuni qilaman. Menga ko'rib salmidi, chinini chiniga urdi deganlardan xoli. Hech nimasi bo'lmagandan keyin baliq pul bo'libla uyga kirsa, bizning yolg'izligimizda oilamizga boshpana bo'lmamdi. Sing'illarimning beshini silab o'qitmamdi. Başqa yerga yotliq bo'lib ketsam, opam, singillarim qanday qiladi? Bizning oilaga toza bopgan, boy otamning aqliga opirin, toza muvofiq odam tepibdi. Hur adamga aytay, mayli dey. Mana shundoq shirin xiyollar bilan O'rilqaning ko'nglida shu kuni kechsila Anvar apandiga nisbatan issiq bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Ikkinchi qatim ko'rishgandan keyin bu issiq tuyg'u muhabbat kuyikka aylandi. Biroq ichinishliq yeri O'rilqa Anvar apandidan muhabbatlik so'z anglayolmadi. O'zi o'ylaganlarini dey desa, qizliq nomusi yo'l qo'ymadi. Mana mushu tarafi uni qiynashga boshladi. Muhabbat o'ti o'choqda yongan o'tqa o'xshamaydi. U ba'zida yonadi, ba'zida o'chidi. Ammo muhabbat o'tini o'chirgili bo'lmaydi. Vaqt o'tgan sari u cho'qir apandiga o't kavob bo'lib kuyishga boshladi. Oldidagi xushal kunlarni kutib, bu uydan ketmadi. Bu bayni bayqidek qo'rqinchli xufiyana parang qiladi deb asla o'ylamagan. U bu gapni anglaganda dastlabida put qo'lida jon qolmadi. Keyin asta-asta darmonini yig'ib, aldirab o'rnidan turdi. 3. Ularning qadimi shahar sirtig'imi tashlandi. Tushdan keyingi mezgil, havo tutuq, yomg'ir yog'magan bilan osmonda sangilishib turgan qaramtul ko'kich bulutlar go'yo qayg'uliq ko'ngilga o'xshaydi. Yeza yo'lida 4 otliq kishi ketib boradi. Oldiroq mang'an yolg'iz biri Saqchi idorasining amaldori bo'lib, puxracha kiyinib olgan. Belidagi belvoqqa esiqliq turgan tapanchisini chopinining peshi yepib olgan edi. Qolgan uchi go'mindang chiriklari bo'lib, miltiqining beg'ini qo'ltiq ostidan elib bo'yniga esib olgan. Ular atrofga ko'z silishib, o'zaro parang qilishib boradi. Oldidagi amaldor bo'lsa, hech narsaga diqqat qilmay, vahimalik xiyollar bilan qo'rqish, ansizlik ilikida ketib boradi. Agar qarshilik qilsa qanday qilish kerak? O'zi yolg'iz bo'lsa-mo bir nuri, miltiqlarni batlab kirish kerak. Qarshilik qilsa yoki bizga hujum qilsa, birini atarmiz, ikkini atarmiz. Qolganlari qarab turamdi. Bizga yepishmasmi? Ularda qurol bo'lsa-chu. Hozir xalqning payli yomon. Uning xiyollari barg'ansiri chigishlashdi. Agar oldimizga yezining butun dehqonlari or gurjaklarini ko'tarib chiqib, yo'qol ko'zimizdan, senlarga bozak bo'lgan odam yo'q. Yili ko'rgulikonni ko'rsatamiz desa qanday qilish kerak? Uning vahimli xiyollari texi oxirlashmay turibla, yo'l bo'yidagi yo'g'on bir tup chig'ning kaynidan bir to'shqon chiqib qochdi. Amaldorning ostidagi ot urkib tuyuqsizla yonga tashlandi. U ot ustidan yerga mo'lliq etib tushdi-da, xuddi kuchlik dushmaniga ushtumtut duch kelib qolgandek, yenidan tapanchisini aldirab tinab chiqarib, ko'zlarini chakchaytib uyoq bu yoqqa qaradi va to'shqon qochgan tarafga ittikla tapancha tangladi. Hatto o'q uzishga tasla qoldi. Qolgan uchi bu kulkilik holatni ko'rib, paraqlab kulib ketdi. Biroq to'piga bulg'inib, bir qisma qiyofatga kelib qolgan boshliqining so'g'uq ta'rini ko'rishi bilan kulkilardan chippida to'xtashdi-da, otlaridan tushib, uning kiyim-kechaklarini qiqishga boshladi. Cheriklar boshliqining urkib hartildab turgan etiga ta'slikda mindirib yo'lga ravon bo'ldi. Qarong'u tushib ketgan mezgilda
Ular Mansur Shanyu bilan billa Aqtam boyning yo'g'on darvosidan kirib keldi. Anvar apandi, Nodam, Goyit, Kevir va Jamoliddinlar oxirgi uchrashishdan tarqalganda tun yerim bo'lgan edi. U yotiqiga kirib amdala yetishiga biri derisini chekdi. Bu burunqi chekishlarga o'xshamaydi. Anvar o'ylanib deriza yeniga keldi. Kim? Bu men, O'rliqa, dedi qiz titragan ovoz bilan. Qiching, tez qiching. Sizlarni tutqili shahardan chiriklar chiqdi. Qizning so'zlari uzuk chiqmoqda edi. Anvar bundoq tutqun bo'lishni hiyla faraz qilgan, lekin mundoq tez bo'lishini o'ylamagan edi. Jiddiy paytda o'ziga xabar yetkazgan Munu bayning qiziga yuragida hurmat va yana tushunib bo'lmaydigan yiqimliq tuyg'u paydo bo'ldi-da, u derizani ochdi. Qiz o'zini qochirmadi, balki o'pki deb yig'lavatdi. "Men sizni..." Qizning o'pkisi o'rilib, aytmoqchi bo'lgan so'zini aytolmadi. Biroq vujudidagi ishiq muhabbati ikki ko'zidan tomchi bo'lib to'xtamay to'kilyotdi. Anvarchu, u Hurliqaning uzundan beri o'ziga kuyib pishib yurganligini yaxshi biladi. Lekin o'zi bu haqda o'ylashib boqmagan. Hozirgi paytda hayotiga munosabatlik bo'lgan jiddiy paytda muhabbat kuchi bilan bu yerga yugurib hasirab yetib kelgan bu qizga yuragida yiqimliq tuyg'u paydo bo'lgan Anvar bir nima deyishi kerak edi. Qizning aytolmagan so'zini aytishi kerak edi. Ammo hozir undaq payt emas. Uningga ulgurgili bo'lmaydi-da. Anvar paytning jiddiyligidan afsuslandi. "Tez qiching", dedi qiz yig'lab turib. "Aman bo'ling, apandim." "Rahmat sizga", dedi Anvar yiqimliq tuyg'u bilan. "Men sizning bu yaxshiligingizni, menga qilgan yordamingizni, bizning ulug' ishlarimizga qilgan yordam deb bilaman. Sizni hargiz unutmayman. Aman bo'ling, Hurliqa. Rahmat sizga." Qiz Anvarning qo'liga bir nimani tutqizdi-da, keyniga burildi. Mana endi uning aman qilishiga ishonch qilib, xushal holda qorong'u kechada g'oyib bo'lib ketdi. Anvar qizning tutqizg'ini cho'risiga gul ishlagan chiroyli qo'lyog'liq ekanligini bilib, tortib turib qoldi. Ammo hozir muhabbatlik tuyg'ularga cho'milib o'ylanib turadigan chog' emas, qochadigan chog', tez qochadigan chog', sabdoshlarini billa ilib qochadigan chog'. U tez qochish uchun jiddiy tayyorlandi. Oradan 1 soatdek vaqt o'tib ketdi. Mansur Shanyuning yo'l boshlashi bilan chiriklar miltiqlarini batlashib, qadamlarini ehtiyot bilan besib, Anvarning yotiqi oldiga keldi-da, bir-biriga qarab turib qilishdi. Yotoq qorong'u edi. Eshikning halqasida qulub yo'q. Demak, u bor. Uxlab qolgan bo'lishi mumkin. Toza naq ustiga tushganga o'xshaymiz deb o'ylashdi ular. Puxracha kiyingan boshliqining ishorasi orqali bir chirik eshikni tortdi. Lekin eshik ochilmadi. "Och eshikni, och!" Qorong'u yotoqdan hech javob chiqmadi. Oxir ular eshikni qattiq urishga boshladi. "Voy, Anvar, eshikni och!" Ular eshikni murdidi. Miltiqining qo'ndiqi bilan qattiq urishga boshladi. Taraf-tarafdan ishlar havishib ketdi. Kishilar uylaridan chiqib, maktab tarafga ansizlik bilan quloq soldi. Ichidan dam silingan eshik qaraslab o'rildi. Qorong'u uy jimjit bo'lib, nihoyatda surlik ko'rinadi. Uyga kirishga hech kim jur'at qilolmadi. Puxracha kiyingan boshliqining buyrug'i bilan oxir 3 chirik miltiqlarni tanglashib mukchagan holda birining keynidan biri uyga kirdi. Shundan keyin qolganlarimo kirdi. Bulung-bulungdan o'q chiqib ketadigandek yoki kimlardir bularning ustiga tashlandigandek bir surlik holat hukm surmoqda edi. Puxracha kiyingan heliqi boshliq yenini aqtirib, sarangisini taslikda tepib, derazadagi qora chirog'ini yoqqan edi. Uy ichi sus yo'ridi. Hammasi u yoq bu yoqqa qarashdi. Uyda odam ko'rinmaydi. Faqat Anvar apandining o'rin ko'rpalarila ratlik tizib qo'yilgan edi. "Anvar qochibdi", dedi Mansur Shanyu ko'zlarining oq paxtasini chiqarib. Hammasi hang-tang bo'lishib, bir-biriga qarshib turib qoldi. Puxracha kiyingan boshliq hayron bo'lib, "Uningga kim xabar qildi? U bizning kelganimizni qandoq bilib qolgandi-a?" dedi. Uning inchga qora burti titrayotdi.
14-bob 1. Yig'in daryo yoqasidagi qo'yuq tog' teriki orasida chimliqda o'tkazilayotdi. Har bir partizan atritining mas'ullari qatnashgan bu yig'inda Nizomiddin so'zlamoqda. U daryo levidagi g'olluq tog' terikiga yo'linib o'ltirib partizanlarning harakatlanish yo'llarini ko'rsatmoqda edi. Biz Gomindan mustabid hokimiyatiga qarshi urush qilyapmiz. Qisqa vaqt ichida bir necha yuz kishilik qo'shinga aylandik. Endi Nilqi noyisini ozod qilishga kuchimiz yetidi. Nilqini tez ozod qilib, G'ulji shahriga yurish qilamiz. U yerdagi azob chekayotgan jon jigarlarimiz bizning yo'limizga qarab taqozo bo'lmoqda. Shuning uchun bizning yukimiz ig'ir, sabrimiz uzun, ammo ishonchimiz zo'r. Bu yo'lda qurbon bo'lish biz uchun sharaflik. Qon to'kmay, aziz jondan kechmay bizga ozodlik yo'q. Atrat boshliqlari qalin qog'ozlarga qo'pol qilib o'ralgan tamakilardan purqirtib quyuq is chiqarib, uning so'zlarini butun vujudi bilan berilib anglamoqda edi. U yer bu yerda qalayimqon holda o'ltirgan bu odamlarning ba'zilari 50 yoshdan oshgan, ba'zilari texi amdila 18 yoshga to'lgan. Gomindan hokimiyatiga qarshi yongan qahr g'azab ularni mushu sapga uyushtirgan. Qaysi birlari qiri ota-onasining ra'yiga boqmay, qaysi birlari yolg'iz o'g'illigiga qaramay va qaysi birlari 5-6 dan bolalarini tashlab bu yerga to'plangan odamlar. Ular aziz jinini olqiniga ilib qo'ygan fidoyilar. Nizomiddinning so'zlari ularning ko'ngil orzulari edi. Shunga ular Nizomiddinni bosh lang'ishtib qo'llashatdi. Nizomiddin o'tgandagi urushlardan bir qur xulosa chiqarib kelib mundoq dedi: Biz partizanlarmiz. Partizanlarning vazifasi bir yerda oz vaqt turish, qisqa dam olish ham ozuqlanish. Harakat partizanlar uchun eng yaxshi usul. Qani Anvar, sen so'zlayna, dedi Nizomiddin Anvarga qarab. Ulastayda bo'lgan birinchi qitimliq jangda biz nimishqa g'alaba qila olmay qoldik. Boshqa atrat boshliqlari Anvarga qarashdi. U sal o'ylanib olib, jiddiy qiyofatda mundoq dedi: Bizden ikki xatolik o'tdi. Birisi harakatimiz tez bo'lmadi. Bir joyda uzoq vaqt terikishib turib jang qildik. Shunga dushman bizning yo'shirilgan o'rinlarimizni bilib qoldi. Yana birisi intizomchanligimiz yetarlik bo'lmadi. Shunga qalayimqonchilik yuz berdi. Nishonliq o'q atalmadik. Intayin to'g'ri. Anvarning yakuni intayin to'g'ri, dedi Nizomiddin va o'rnidan turib ketdi. U Anvarning Ulastayda bo'lgan birinchi qitimliq urushdan chiqargan yakuniga qoyil bo'lgan edi. Nilqa tog'lariga yig'ilgan partizanlar bir necha cho'ng atratlarga bo'linib, bir necha o'rinda urush qilmoqda edi. Tunigun kechida qo'mondonlik shtabida yig'in bo'lib, yig'inda urush qilish taktikasi, qurol-yarog' yetishmaslik, razvedkani kuchaytirish, intizom va ozuq-tulik qatorliq masalalar muzokara qilingan edi. Nizomiddin o'z atratlariga shu yig'inda qaralgan ishlarni yetkazmoqda edi. Bizning bir necha qitimliq urushlardan keyin kelgan xulosamiz mundoq, dedi bastidan palvonlik chiqib turgan gavdalik bir o'ttira atrat komandori so'z elib. Har bir atratning razvedka ishi o'z oldiga bo'lmasa qamlashmaydi ekan. To'g'ri, biz bu masalani muzokara qilgan. Men hozir yetkazman, dedi Nizomiddin darhalla. Bir necha qitimliq urush amaliyoti isbotladiki, komandir qobil aytgandek, har bir o'ttira atratlarda bir razvedka guruhi qurilmasa bo'lmaydi ekan. Partizanlik urushda razvedka g'alaba qilishning asosiy desangmi ortiqlik bo'lmas. Bir joyda uzoqroq turish uchun dushman ahvolini to'liq bilish kerak. Buningda nimaga yo'linimiz? Albatta razvedka qilishga yo'linimiz. Razvedkachilarimiz ko'pchilikka yo'linadi. Ko'pchilikka yo'langanda har qachon ustunlikda turg'ili bo'ladi ekan. Ham urushning g'alabasini qo'lga keltirishda foydasi nihoyatda zo'r bo'ladi ekan, dedi Anvar. Biz Tosh davanda bir mashina o'q-dorini nihoyatda o'ngishli qo'lga tushirdik. Dastlabda toy yuk besilgan 2 mashinani o'tkazib keyin shu yerdagi molchilar bundaq mashinalarda har qachon qurol-yarog', o'q-dori bo'ldiganligini bizga aytib berdi. 3-mashinani qo'lga tushirib qarsak, rost degandakla yukning osti butunlay o'q-dori ekan. Albatta shundoq, dedi Nizomiddin. Urush qilishda ko'pchilikka yo'lanmay bo'lmaydi.
Biz qandaq qilib puttirib turvatimiz? Albatta, xalq bizni qo'llag'achqa. Yig'in 2 soat davom qildi. Nizomiddin o'z so'zlarida partizan otryad komandarlarining o'ttirg'a qo'ygan nurg'un gunga ishlarini yoritdi. Boshqalarimiz so'zladi. U tunugun kechida bo'lib o'tgan yig'inning qarorlarini to'liq yetkazib bo'ldi. Hammasi o'rinlaridan turdi. Nizomiddin kapsiga kirib ketmay, qo'lini kayniga tutib, yenik qadam tashlab, u yoqdan bu yoqqa mingishqa boshladi va qandaqdir umidlik o'y-xiyollardan hayajonlanib, qomatlik tog'larning uchma cho'qilariga qaradi. Kunning oxirgi nurlari haybatlik tog'larning tik cho'qilarida, dal daraxtlarning ushlarida tavlanmoqda edi. Daryo yoqasidagi bu qo'yiq to'qayliqdan naqsha sadosi yangradi. Ajdodlarim sening naqshang yo'ruq yulduz bo'lib yondi. Maqsadingni janglarda o'g'ling yelkiga oldi. Oho, nima degan yolqinliq, nima degan jarangliq naqshlar bu ha? Toshdan toshqa urilib, yiroq-yiroqlarda aks sadolari jaranglab, tiniq osmonda xuddi qiron burkutdek parvoz qilayotgan bu naqshlar zamonlardan tartib ota-bobolarning yolqinjab turgan orzularini aks ettirib turmamdi. Asrlardan biri mushu qaynoq naqshning ishqida yonmagan, yuragi par bo'lmagan qaysi dardman bor ekan? Pig'onliq alamlarni ko'ksiga sig'dirolmay, aziz jonlarini qurbon qilganlar ozmi? Tog' yurak jangchilar qo'llariga xanjar ilib, ashu xunuk olamning bag'riga tig' urganda mushu naqshlarni yangratgan emasmidi? Bu naqshlar botir naqshlar, botir odamlarla itolaydigan naqshlar. Tanglikni, ozodlikni chakildigan, tashnalik bilan kutgan ajdodlarimizdan, qo'llariga tayoq to'qmoq ilib, zulm bilan ilishgan mardona o'g'lonlarimizdan bizga miros bo'lib qolgan jangovar naqshlar bu. Qo'yuq to'qayliqdan chiqqan oq tutun havoga ko'tarilmoqda. Toshdan toshqa urilib eqiyotgan Qosh daryosi bir xil ovozda shavqullaydi. O'rmonlardan go'yo yiroqlardan kelayotgan qiqas cho'qonlardek sado gurkirab anglandi. Tiniq osmon ajoyib go'zal. Nizomiddinning ko'zi yiroqdagi egiz, yo'g'on bir tub daraxtning medirlayotgan shoxlariga tushdi. U shu yoqqa zan qo'yib qaradi. U daraxtning ushoq shoxlarini medirlatib, qorovullikqa yangidan almashib chiqqan nodamni ko'rdi. Uning uchisida paxtliq tujurka, beshida tera quloqcha bo'lib, bo'yniga dushmandan o'lja ilingan avtomat ham durbin eslagan edi. Bu yerdagi jangovar, ko'ngillik hayot uning tavini kundan kunga o'stirib bormoqda edi. Yezining tunugunki oddiy yetim bolasi bugun ustiga cho'ng vazifalarni ilib, daraxt ostida yuzlagan sabdoshlarining hayotiga munosabatlik bo'lgan ish bilan ko'zlarini burkut ko'zidek yiroqlarga tikib turmoqda. Bir talmi o'q ovozini anglamagan nodam mana amdi urush sharoitlariga shundoq ko'nikib ketgan. Qonliq kurashga, dushman bilan ilishishga o'ginib qolgan. U hozir vijildab uchayotgan o'qlar, portlayotgan bombalarga pisandmi qilmaydi. Uningga bu hayot qo'y kalalar bilan hapilishdan ko'ngillik va ma'nilik. U odam izi kam tushadigan bu qo'yiq to'qayliqqa o'z xalqini ozod qilish uchun kelib sapga qo'shilgan. Shuning uchun u mo'rti kelsa o'limgimi o'xshashla pisand qilmaydi. Uning ko'zi tuvanga, daryoning orollarga bo'lingan kechiklariga tushdi. 3 partizan kechikka otlarini soldi. Oldidagisining beshi tengilgan edi. Keynidagi ikkisi uni muhofazat qilayotgandek yondab yaqindab mang'atdi. Uchilesning bo'yinda avtomat, beliga bombalar eslagan. Ularning chiroylaridan horg'inlik, ochliq belgilari chiqib turadi. Chunki bular vazifa o'tab qaytganlar edi. Nodam kechikdan ko'zini elib, so'l yonga, egizga qaradi. Tog'dan to'qayliqqa tushayotgan 2 otliq ko'rindi. Oldidagi keng yelkilik o'tkir ko'zlik partizan ig'ir yordar bo'lgan hushsiz partizanni oldiga elib, quchoqlab tutib olgan. Yordarning etini yetilib olgan edi. Daryoning yeyilib yotgan yoqalarida bir necha kundan beri partizanlar yo'shirinib turmoqda edi. Har xil kiyimlik har millatdan tashkil qilingan bu yaqinlar qo'shilishidan paydo bo'lgan daryodek kundan kunga ulg'ayotgan partizanlarning qalbi umid bilan yolqinlab, ko'zlaridan
Köreş uçqunlari chaqnaydi. Ularning ruhi ko'tarangu va tetik, xushxuy edi. Ana, ularning ba'zilari qarg'a etish mashqi, dushmanga ittik urush mashqi, yer bag'irlab yurish mashqi, otlarini yotqizish mashqi, granat etish mashqi o'tkazmoqda. Ba'zilari kichik gulxanlar yiqib, choy yoki kalgo'shi silingan chelaklarni puruqlatib qaynatmoqda. Ba'zilari bo'lsa gulxanlarni cho'rdab o'ltirib yoki yanpashlab yetib, o'zlarining kechirmishlarini so'zlamoqda edi. Davomi bor.